voy o'li, mana bu ishni qilgan ustalarni kattaoyim ko'rganlarida-chi, dabdalasini chiqargan bo'ladilar. Qara tishlaganini shuncha idishni. Azdaki bu san'at asari, aka. Xullas, butun dunyoga dong ketayotgan Buxoroda bo'layotgan Binalini bizlar haqqoniy, chiroyli obzor qilib beramiz. Faqat videolar emas, nima haqida, ma'lumotlar qilingan ma'lumoti bilan. Yana bitta ma'lumot. Food blogerlarning orasida faqat biza bunaqa art obyektlarni obzorini qilyapmiz. Eng bekorchisi o'zimiz ekan. San'atni va tarixni yaxshi ko'radiganlar yaqinroq kelib olinglar. Sizlar uchun qiziq ma'lumotlar bo'ladi. Shunchaki reels ko'radiganlar tepaga chiqarib olsanglar ham bo'laveradi. Hindistonlik shef-povar Gupta ziravorlardan ilhomlanib, ana mana shu taqir-tuqirlardan qilingan binoni o'ylab topgan ekan. Azizlar, xush kelibsizlar. Hozir biz 12-asrda barpo etilgan birinchi O'rta Osiyodagi musulmonlar masjidi turibmiz. Binalini aynan shu joydan boshlaymiz. Lekin eng qiziq joyini aytib beraman. Bir vaqt o'zida o'sha paytda 3 ta din vakili bu yerda o'zining ibodatlarini qilgan, ya'ni yevreylar, zardushtiylar va musulmonlar. Bu yerda ko'rib turgan narsalar Buxoroning birinchi xaritasi. Endi davomini ko'ramiz. Shu insonning bobosi Buxoro amirining shaxsiy oshpazlaridan biri bo'lgan ekan. Bu odam hozir Buxoro kuxnyasi haqida, o'sha amirga qanaqa ovqatlar qilingan haqida gapirib beryapti. Umuman bu binoga kirganinglarda Buxoro to'ylari, Buxoro oshxonasi haqida deyarli hamma ma'lumotlar gapirib o'tishgan. Ulardan tashqari bu bino qanaqa restavratsiyalarni ko'rib o'tgani haqida ham gapirib o'tilgan. Yana bitta qiziq fakt, 20-asr boshlarida mahalliy aholi bu binoni o'zligi turpoq bilan ko'mib bekitib qo'yishgan ekan. Sababi ruslar bosqinida ko'p masjidlarni, ko'p madrasalarni yo'q qilishgan sababi bu eng qadrli, eng eski masjidlardan bo'lgani uchun saqlab qolish maqsadida turpoq bilan bekitib ko'mib qo'yishgan ekan. 60-yillargacha yaqin bu bino ko'milib yotilingan. Sovet ittifoqi paytida arxeolog Shishkin degan inson bu masjidda topilganda ko'lab eski fundamentini ochib ko'rsatib bergan ekan. Zardushtiylar dini paytdan qolgan fundament ustida o'sha masjid davom etilgan. Bu yerdagi 3 ta installyatsiyada qozog'istonlik Aysultan Seyit juda ham chiroyli narsani ifoda etgan ekan. Ya'ni ruhiyatda 3 ta holati, qaysi holatda qanday o'zimizda yuragimizda xastaliklarni, ruhiyatimizni his qilishimiz. Buni kelib bir minutdan bo'lsa ham har birini ko'rib chiqqaninglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Orqamda turgan installyatsiyani ko'rasizlarmi? Bu Mo'g'ul shamanining 7 ta sirli eshigini belgisi ekan. Bilasizlar, ular otlarni yaxshi ko'radi, muqaddas hisoblashadi va shuning uchun otni yoli sochlaridan shunaqa chiroyli dekoratsiya yasab qo'yishibdi. Har bir odam ichida o'zini oriqlari, o'zini hissiyotlari bo'ladi. Hozir men turgan installyatsiya ham braziliyalik bitta san'atkorni o'zini orig'ini ko'rinishi. U o'zini orig'ini shunaqa kosmos tarzida ko'rar ekan. E'tibor beringlar musiqaga. Musiqa ancha dardlarni davolay olish xususiyatiga ega, bilasizlar. Bu installyatsiyani litvalik san'atkor yaratgan ekan. Ibn Sinoni ishlaridan ilhomlanib. Bu ko'rayotgan narsalar o'tfe ekan. Odam siqilganida, qanaqadir depressiyaga kirganida o'tfe aynan shunaqa qora rangga kirar ekan va musiqa buni davolay olar ekan. Bu installyatsiya esa Aziza Qodiriy. O'zi asli o'zbekistonlik, lekin Angliyada yashaydigan ayol matoni paydo bo'lishini tasvirlab bergan. Bu narsani o'zlarining bobolarini tarixlariga Sen ham beparasatsan, sen ham beparasatsan. Bu narsani bobolarini tarixlariga ataganlar, chunki bobolari taxta taqozosi bilan o'zlarining yurtlarida yashay olmaganlar va har bitta nuqtada, har bitta yashagan davlatlarida o'zlarining davlatlarini eslatuvchi qaysidir qismlarni eslab, xotiralab, o'zlarining buvilariga aytib bergan. O'tmish bilan kelajakni yonma-yon kelganini ko'rganmisizlar? Orqamda turgan installyatsiyani xitoylik mashhur artist ko'rishingiz mumkin. Eski zamonning keramikasidan hozirgi zamonning iPhone'ini yasab qo'ygan. Gap bo'lishi mumkin emas. Orqamda turgan installyatsiya har xil paketlardan qilingan ekan. Bilgan ma'lumotimiz faqat shu bo'ldi, chunki biz so'radik, ma'lumot ishdan bergani yo'q. O'shaning uchun ketamiz. Yo'q, men o'qidim. Qozog'istonlik artist installyatsiyasi ekan bu. Hozirgi ayollarni, yosh katta ayollarni chetlashtirish, ayollarga bo'lgan munosabatni san'at orqali ko'rsatish ekan. Men o'qib oldim hozir. Feminizm emasmi? Yo'q, sen o'qishni bilmaysan. Fayamamni yomon boplashibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Uzoqdan qaraganda xrustalli nimadir o'xshatib, lekin yaqin borib qarasam, qaranglar, qanaqa arka yasab qo'yishgan. Novotdan gap bo'lishi mumkin emas. Aziz, bu shunchaki arka emas. Bu novotdan uy ekan. Ma'nosi yo'qolib ketayotgan odatlarimiz, qadriyatlarimiz hammasini ifoda etib, novot ham o'zini nima deydi, bir turida o'zimizning qadriyatimizni yo'qolib. Suv choy damlab novot choy icha olamizmi? Bu installyatsiya go'yoki siz o'zingizni suvni tagida his qilgandek, xotirjam his qilishingiz uchun qilingan narsa ekan. Mana bo'rtib chiqarilgan har xil rangdagisi bu to'lqinlarning ifodasi ekan. Endi tepaga qaranglar. Tepada bu o'rtada quyosh, bu ham keramikadan qilingan, yonida baliqlar va suzanaylar. Juda ham bir chiroyli va juda ham xotirjamlik, sokinlik beradigan installyatsiya bo'lgan ekan.
Bu installyatsiya boyagi buyruq esingizda bo'lsa, o'shani davomi. Ya'ni insonni dardini, ichidagi bor hissiyotlarini shu yerga gapirasizlar va bu o'sha buyruqda musiqa tarzida chiqadi. Tasavvur qilinglar, bu isbotlangan, tekshirilgan narsa. Hozir bu yerga gapirsam, dardlarimni u yoqqa musiqa bo'lib boradi. Bu tojikistonlik artistni installyatsiyasi ekan. Bu hamma narsa misdan qilingan. Ya'ni ayollar mehmondorchilikdan kelgan, hamma yoniga yig'ishtirib, bemalol o'tirib, suhbatlashishini, dilini yoyishini ifoda etgan installyatsiya ekan. Bu hammasi mis. Bu installyatsiya esa juda ham mashhur dizayner koreyalik Kim installyatsiyasi ekan. Laylaklar nimani ifodasini beradi? Buxoroda bir paytlar laylaklar bo'lgan ekan va u laylaklar tabiiy ofatlar, tabiat o'zgarishi tufayli uchib ketgan ekan, qaytib keladi degan umidda. Va nimaga har bitta xona material qilingan? Chunki koreyaliklar juda ham ko'p o'sha paytlarda ko'chmanchi bo'lgan. Urushlar sababli koreyaliklar juda ham ko'p uydan uyga, yerdan yerga ko'chishgan va shu sababdan bu hamma narsa go'yoki bitta bog'chani ifoda etar ekan. Ushbu installyatsiya Falastin, G'azodagi qadimgi hammom bor ekan, juda ham mashhur. O'shani naqshi ekan. O'sha g'azolik artist kelib, mana shuni o'z qo'llari bilan qilgan ekan, saqlab qolish uchun. Afsuski, u hammomning originali hozirgi kunda bombalar tushish oqibatida yo'q bo'lib ketgan ekan. O'sha narsani saqlab qolish maqsadida kelib, o'sha uzorni birga bir qilib mana bitta yasashgan ekan. Eng qizig'i, mashina kayflarni yig'ishdagi rasvorda ishlatilgan qum G'azodan olib kelingan qum ekan. Imkon qadar to'liqroq ma'lumot berishga harakat qildik, lekin bu to'liqona ma'lumot emas. Sababi juda ham ko'p, yana boshqa installyatsiyalar bor, lekin sizda kelib ko'rish imkoniyati bor. Sababi Beynali выставкасы noyabr oxirigacha davom etadi. Bu videoni buxorolik yoki Buxoroga kelmoqchi bo'lgan yaqin insonlarga jo'natib qo'yinglar. Agar mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bitta like qo'yamaysizlar. Bittagina like va shuncha mehnatga kommentariy yozinglar, podpiska bosinglar va albatta repost qilinglar va biz sizlarga shunaqa chiroyli ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Feministlar, azdagi feministlar.